Doppili bola. Murodjon aka, assalomu alaykum obunachilar. Bugun Murodjon aka bitta o'yin o'tkazamiz. Xo'p. Sharti bor, o'ta oson, bitta qo'zni bekarga beraman. Ha. Nima qilishadi? Sharti Murodjon aka kommentariyaga otangga rahmat doppili bola deb laykni bosib, o'zlarini shu nomerlarni qoldirishadi. Xo'p. Men uni o'sha Bitta nomer tanlaysiz, tavakkal. Kimligini bilmaysiz. Ko'zim yumilgan holda tanlayman aka. Kimda nomer chiqsa bog'lanaman o'sha odamga. Bu qo'zi nimasi? Shunga Mana shunaqa bitta chiroyli qo'zidan akalar yutib olish imkoniyatingiz bor. Lo'z aka. Tamam. Shunaqa otangga rahmat doppili bola deb laykni bosib, Telefon nomerlarini yozib ketishadi. Ishlaydigan telefon raqam bo'lishi kerak. Shunday yetkazib beraman aka. Qo'ydi bugun niyabishnilardan kelganmi? O'todorlardan kelgan aka ishaning. Bugun kayfiyat bor, o'ta zo'r ishaning. Qo'zi like bosilmagan bo'lsa ham berilmaydi. Like bosib kommentariyaga yozib ketishsa bo'ldi. Aka bugun kayfiyat shanon. Allohga qaranglar akalar. Barselona yutgan uchun ham mana qo'zingda shunaqa o'yin o'tkazyapti. Tamam. Bayramga bayram. Bayram bo'ladi. Bugun niyabishnilardan kelgan. Shu dollar. Lekin bu qo'zni chiqardingiz u deyishmas ekan. Bu qo'zini beraylikmi? Shunaqa qo'zi chiroyli qo'zi bo'ladi. Uch qo'zi ekan mendan bonus. Otangga rahmat doppili bo'lib. Nomerni yozib ketishadi. Faqat ishlaydigan nomer yozib ketishsan ekan. Joni hisob bo'lsin. Boshladingmi? Qo'ylar ko'pmi? Qo'ylar vaqti sero. Arzon kelganmi? O'ta ishanoning puli o'ta yengil bo'ladi. Toza qo'ylar kelgan ekan. Tamam. Xolasa ishanoning joni hisob bo'lsin. Boshladik. Assalomu alaykum. Kanalimizda ashaddiy obunachilar. Qo'yda haqiqiy legendarniy zoridan boqaman, tinig'idan boqaman deb bizni kuzatib yurgan aka-ukalar. Va xolasa bugun videoni oxirigacha ko'rib, tirsillatib like bosib turasizlar. O'sha arzonchi haqiqiy narxlarni yorvorayotgan doppili bolani yoniga kelganmiz. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum Murodjon aka. Keldingizsiz? Aka, nimaga yo'q bo'lib qolyapsiz? qo'ylarni udorlarini olib kelganman aka. Qo'ylarni tugatdim, o'tgan safar qo'ylarni. Yana ishanaron. Yana o'shalardan olib kelganman aka. Hamma rangdan chiqadi. Bo'ldi, bugun bitta gap sizga hamma rangdan chiqarib berasiz. Ekepani sitapor qilib beraman aka. Kamarlak sitapor shunaqa qilib beraman. Tamam. Boshladikmi? Tozalari chiqadi. Narxi yengil bo'lsin. Narxi aka, xudo xolasa. Bo'lmasam kerak emas. Jaydar qo'ydi narxida beraman aka. Joningiz sog' bo'lsin. Birinchi partiyamizga 2 dona tinig'idan. 2 dona haqiqiy. Qo'chqormi, sovliqmi? Bitta qo'chqor, bitta sovliq aka. Quloqlarini qaranglar akalar. Va xolosa zo'ridan boqaman, tinig'idan boqaman. O'zim boshdan ko'paytirib olaman deb yurgan aka-ukalarimizga. Mana bu qo'chqor. Bunisi qo'chqor. Ha, mana bu sovliq aka. Buni sovliq. Ha, buni sovliq. Akalarda xolosa tinig'i variantidan ekan. Qaranglar, jonivordi. Qo'zi hali. Hali qo'zi aka. Va xolosa o'zlaring tarbiyasini qilib olasizlar akalar. Va xolosa yemini berib boqay buladi. Yo'g'onda xolosa zo'r bo'lib ketadigan varianti. Zo'mashlar ikki o'ylan ko'rib turibsiz o'zingizdan mana. Quloqlari ham akalar chiroyli ekan. Va xolosa hamma yog'i kelishgan holatda. Yeb ichishlar yaxshimi? Ichariga aka bir haftasini olish. Bir hafta sinab olishadi. Qo'ylar xudo xolasa zo'r aka. Mana Bo'yini o'lchab ketamizmi? Bo'ldi aka, o'lchab ketamiz. Akalar uzoqdan turishini ham o'ta ham chiroyli qo'ylar. Xudo xolasa mana bo'ylari akalar o'zlaring xotirjam ko'rib olasizlar. Yerdan balandligi 70 pilis. 70 ga olishaveradi. Bunisiga ham qo'ying, qo'chqorimizga ham. 70 aka pilis bo'lyapti. Bu tomondan ko'rinarmikin? Bu tomondan qo'ying. Va xolos akalar, qo'chqorimiz ham o'ta chiroyli ekan. Jullari tayyor olib qo'yilgan, o'n qarang sakrashini. Jillari olib qo'yilgan mana. Bu ham 70 ekan. 70 pilis aka. 70 ga olishaveradi. Ikkovini ham aka 70 ga olishaveradi. Jullari tayyor olib qo'yilgan, boqishga tayyor. Bir qop jun ichida bo'lsa qo'y aldaydi-da. Deb qo'ysangiz 70 chiqadigan qo'ylar 75 bo'ladi. Juni ham yo'q. 70 ga olishaveradi. Tayyor. 70 pilis aka. Va xolos akalar zoridan boqing. Pulini yengil qilib bering bo'ldi, tamom. Aka sensatsiya bo'ladi, ishoning bugun. Bo'ldi, tamom. Pul aka bitta eshit turing. Bitta narx ayting, shuni obunachilarni narxidan ham tushsin. Shuni bitta ayting, babaraka deylik, bo'ldi. Buni olib borib beradigan qilib bitta yengil narx ayting. 3 million ham yo'q aka. 2 million 950 dan berasiz. 2 million 900. Puli bola bitta o'zingiz ayting deyapman, 2 tamom. 2 million 900 dan aka, tamom bo'ldi. Ketdi 2 million 900 dan. Bitta qo'chqor, bitta sovliq aka. 2 million 800 dan bo'ldi, olib borib berasiz. 2 million 850 dan otangga rahmat doppili bo'lib qo'yishar, olib borib beraman. Joningiz sog' bo'lsin akalar, ketdi. 2 million 850 ming so'mdan bitta qo'chqor, bitta sovliq. Aka, xudo xolasa bormi bular? Sal kunda, qaranglar. Bir-biridan ko'payib, xudo xolasa. Va xolasa qo'y qo'y olishadi. Boshlaydi aka bular. Mevani berishni boshlaydi. Akalar, bo'lmasam shashli telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 2 million 850 ming so'mdan
biri qo'chqor, biri so'liq, maza qilib boqadigan variantlaridan, xudo xolasa o'ta ham sustainerlari sog'lom, o'ynab turgan. Xudo xolasa shoshilib telefon qilib aloqaga chiqing. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizga o'tdik akalar. Qaranglar. Mana bo'lmasam akalar, keyingi partiyamizga ham o'ta neobichniylardan, zo'rlaridan. Doppuli bola. Dorlaridan chiqadi deyman aka. Zo'rlaridan chiqadi, xudo xolasa. Dorlaridan chiqadi aka. Neobichnilari. Neobichnilari chiqishda davom etadi. Akalar, xudo xolasa. To'rovi ham qo'chqormi? To'rovi ham qo'chqor aka. Lekin haqiqiy zo'r sustainadagi udor qo'chqorchalar ekan akalar. Bir dona bodam guli. Bir dona bodam gulidan. Bir dona bodam guli. To'rovi ham qo'chqor. Akalar, xudo xolasa. Yeb ichishlari zo'r. Bir haftasini olishaveradi. Mana qaranglar, dumbalari hammasini kelishgan ekan akalar mana. Yosh oyliklari aka 3,5 oylik, 3 oylik atrofida shunaqa. 3-4 oylik atrofida, xudo xolasa akalar. Tinig'idan boqaman, zo'ridan boqaman deb yurgan aka-ukalarimizga. Neobichnilari aka. Oldingilari tez tugadi, siz yana topib keldingiz. Xudo xolasa dorlar. Mana uni qaranglar akalar, mana shu bodam guli ham o'ta chiroyli, o'ta kelishgan ekan akalar. Qaranglar, Haqiqiy hammasi bir-biridan go'zal. bir-biridan go'zal. Tiniqlari. Puli ham deganda xolasa yengil bo'ladi. Puli ham yengil. Ha, yengil bo'ladi. Tamom bo'ldi. Narxini ayting buni. Narxi aka unaqa 3 million 29, 28 ham yo'q aka. 2 Tamam. million 700 ming so'mdan bo'lsa, Toshkentga dastlabkani qilib yengil olib beraman aka. To'rovi ham qo'chqor dedingiz. To'rovi ham qo'chqor aka, sovlig'i yo'q aka. Sovlig'i chiqsa bekor. 2 million 400 mingdan. Yo'q aka. 2 million 700 ming so'mdan otangga rahmat do'ppili bozab qo'yishadi, olib borib beraman yengil. Gapni eshitdim, bo'ldi. 2,5 milliondan ketdi. Tamom. To'rovi bir joyga. 2 million. To'rovi ham qo'chqorlik uchun. 600 ming so'mdan berishadi. Otangga rahmat deb qo'yishadi. To'rovi ham qo'chqor aka ketdi. Olib borib berasizmi? Olib borib beraman. Toshkentgacha dastlabki. Joningiz sog' bo'lsin. Ketdi akalar. 2 million 600 ming so'mdan to'rovi ham qo'chqor. Videoni oxirigacha ko'rib, like ni bosib tursan. Dirsillasib tursa bo'ldi. Tamom. Akalar, haqiqiyligining zo'rlaridan o'sha qo'rangda qo'ying bormi desa bordi. Qaydan topgansan desa doppili boladan deb qo'yaveradigan variantlaridan. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar bo'lmasam akalar. Qaranglar, jonivorlarni hammasi go'zal, xudo xolasa akalar. Bo'lmasam biz keyingi partiyamizga o'tdik-a? Ana bo'lmasam akalar, keyingi partiyamizga o'ta ham elitnilaridan, mana bundaqa qulog'i uzun tiniqlaridan. Doppuli boladan tiniqlaridan deydi-yu, ha, keldi o'sha joyiga. Quloqlarini qaranglar akalar. Hammasini quloqlari o'ta ham uzun, tiniq kelishgan, yeb ichishlari ham o'ta ham tiniq holatda ekan. Soni 6 dona. Nechta qo'chqor, nechta so'g'liq? 3 ta qo'chqor. Mana shunisi akalar o'ta chorsroq ekan lekin. Akalar 3 ta qo'chqor, 3 ta so'g'liq. Hammasi tiniq variantidan akalar. Mana qaranglar, yeb ichishlarini. Quloqlarni ham bir ko'rsatib. Hamma yo'g'i akalar mana, mana qaranglar. Hammasini quloqlari o'ta ham ideal holatda tinig'idan. 3 ta qo'chqor, 3 ta so'g'liq. 3 ta qo'chqor, 3 ta so'g'liq aka. Yeb ichishlari zo'r, mana o'zlari ko'rib turishibdi. Hop akalar, lekin qo'chqor bo'lganda mana shunaqa qulog'i uzunlari qo'chqor ekan akalar. Yuzi oqlari, tiniqlari sog'liq ekan. Uni ham qulog'ini qarang, jonivordi. Lekin haqiqiy yaxshi qo'ydi bolalar ekan, haqiqiy ko'rinib turibdi akalar. Ideal holatda aka, hamma. Tamom bo'ldi, narxida doppili bola buni gap. Narxi aka unaqa baland qo'yish kerak yo'q-da, to'g'risi. Hop, Quloqdagi 2 million 650 ming so'mdan dastlabki qilib beraman. 2 million 400 dan. 2 million 600 dan ketdi. Bir joyga oldim. Eshitdim, doppili bola. Shuni 2 million 500 mingdan shuni olib borib berasiz. Bo'ldi, tamom. 2 million 600 dan bo'lsa olib borib beraman aka, to'g'risi. Doppili bola. Qo'ylarda xolasi zo'r. Qo'ylar yaxshi, gap yo'q. Akalar, lekin dumbasi haligisi boshqasi, dumbas xunugi boshqasi yo'q ekan. Quloqlari chiroyli, hammasini o'ynab turgan mana uni qaranglar. Hammasi tiniq, yuzli qo'ylar ekan. Zo'ridan, tinig'idan boqaman degan ko'kalarimizga ekan. Bo'ldi, tamom, 2 million 500 dan. 2 million 550 dan otangga rahmat do'ppili olib qo'yishar. 2 million 550 dan olib borib berasiz. Meni bo'ynimga Toshkentgacha aka. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Bo'lmasam nima ham deymiz? Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Haqiqiyligining qo'ydi zo'rlaridan, tinig'idan boqaman deb yurgan aka-ukalarimizga tars tashab qo'yib va xolasa tinig'idan boqaman deb yurgan aka-ukalarimizga shoshilib telefon qilib aloqaga chiqsalaring, shu bu doppili bola shunday yetkazib beradi akalar. Maza qilib boqasiz. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqing. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizga o'tdik-a? Ketdik aka, keyingi partiya go. Mana akalar, keyingi partiyamizga neobichnilaridan
ikkita ko'kidan, ikkita sarig'idan degan akalarim. Haqiqiy sariq ko'kni alashtirib boqaman deb yurgan aka-ukalarimizga. Ular qo'chqormi, sog'liqmi? Ikkita ko'k sog'liq aka, ikkita sarig'i qo'chqor aka. Ikkita ko'k sog'liq. Qo'chqorlarni qarang aka. Akalar lekin haqiqiy tiniqlaridan ekan. Ikkita ko'k sog'liq. Ha, Ikkita sarig'i qo'chqor. Akalar lekin qaranglar, haqiqiy sariq ko'kni alashtirib boqaman deb yurgan aka-ukalarimizga tiniq variantidan ekan. Qo'chqorlari o'ta chiroyli ekan-a? Chiroyli aka. Sog'liqlari ham qolishmas ekan. Akalar dumbalari kelishgan, tiniq holatda, xudo xolasa boqoradagi variantidan ekan. Akalar qaranglar. O'ynab turgan narsalar. Mana qaranglar jonivorlarni. Quloqlari ham kelishgan, hamma yog'i tiniq holatda, xudo xolasa maza qilib boqadagan ekan. Aka mana ko'ki bor-ku. Ha. Egizak. Ikkita ko'ki egizak. Ikkita ko'ki egizak aka. Mana akalar. Ikkita ko'ki egizak. Ha, ikkita ko'ki egizak aka. Xolasa ko'paytirib yuraman deb yurgan aka-ukalarimizga tinig'idan, zo'ridan. Xo'p, yo'ppili bola, yeb ichishlari? Yeb ichar o'ta xo'ra aka. Yosh oyliklari-chi? Yosh oyliklar aka buni 3 oylik, 3,5 oylik atrofida. 3,5 oylik atrofida. Akalar xudo xolasa qo'chqorni shunday qo'yib akalar, qo'chqorni qo'yib ko'paytirib olaverasizlar. Akalar xudo xolasa dumbalari ham ayri dumba qo'chqorlar. Keyinchalik ona ko'k. Yo'q-a? Ha, Bo'l, tamom, narxida do'ppili bola buni gap. Narxini yengil qilib, chiroyli qilib chiqarib, xudo xolasa obunachilar maza qilib olib boqishsin. Ketda 2,5. Qaranglar. Qanchadan? 2,5 million. Yo. 2,5 da ancha pastida do'ppili bola. 2 million 400 ming so'mdan ketdi aka. 2 million 200 ming so'mdan bo'ldi. 2 2 million 200 ming so'mdan mana akalar. Shunday olib boqaverasizlar, ana. Qo'chqorligini qiladi. Tamam, bo'l 2 million 200 mingdan. Ketdi bo'ldi aka. 2 million 350 ming so'mdan otangga rahmat do'ppili bo'ldi qo'yishadi. Olib borib beradi. 2 million 300 dan. 2 million 350 dan aka. Bir marta yo'limga yuringchi siz ham. Bir marta yuraymi? Bo'ldi ketdi aka. 2 million 350. Qattan bo'ldi. Yengil arzonmi? Olib borib berasiz 2 million 350 mingdan. Meni bo'ynimga dastavka. Toshkentgacha aka 2 million. Joning sog' bo'lsin akalar. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqing, bo'ldi, tamom. 2 million 350 ming so'mdan haqiqiy maza qilib boqaveradigan narx. Shoshilib aloqaga chiqing, bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizga o'tdik-a. Mana akalar, keyingi partiyamizga ham do'ppili bola aka niyabishnilardan yana olib qo'ydim. O'tgan safargilar tezda tugab ketib qolganiga yana ko'proq qilib olib keldim, deyaptilar. Yana niyabishnilardan. Gorlardan aka. Aka, bugun kayfiyat yaxshi bilasizmi? Kayfiyat yaxshi, nimaga? Barselona. Barselona yutdi. Tamam, Barselona muxlislari yozib ketishadi. Yozib ketishadi aka. O'sha gap. Aka, nomer 5 dan qo'yishadi, tamom aka. Lovuzni nomerni qoldirib qo'yishadi. Do'ppili bola otangga rahmat deb turib, Nomer qoldirib qo'y. Yo'q joydan bitta qo'zilik bo'lib olishlari mumkin. Omadga bog'liq. Omadga bog'liq. Shoshiling. Hop 5 dona soni. 5 dona, ha, 5 dona aka qo'chqor. Hammasi qo'chqor. 3 dona ko'kidan, 1 dona bodom gulidan, 2 dona sarig'idan. Akalar haqiqiy pulini yengil qilib beraman, xudo xolasa deyaptilar. Yeb ichishlari zo'r. Kamalakda ham uncharang yo'q. Yeb ichishlariga xudo xolasa sinab olaverar ekansizlar, akalar. Zo'r, ideal holatda mana hammasi yeb ichib chiroyli turibdi. Xudo xolasa narxida do'ppili bola buniga. Narxi aka ishoning bor-ku, o'zingiz ham kallalangizga sig'maydi. Gapiring. Sog'lig'i yo'q. Qo'chqor ishqibozlariga akalar. Xudo Sog'lig'i xolasa. bo'lsa aka bekarga. Tamom. Narxidagi. Narxi aka 2 million 300 ming so'mdan ketdi bir joyga. Bir tortorda, shunday. 2 million 300 ming so'mdan. 2 million 300 ming so'mdan otangga. Eshitib turing, hammasi sog' bitta yarmi sog'liq bo'lganda ham, yo'masa 2 dona sog'lig'i bo'lganda ham do'ppili bola 2 million 100 dan so'rasak bo'lardi. Eshitib turing, bitta so'raymiz, barakani berasiz. 2 million 200 ming so'mdan shunday olib borib berasiz. Yo'q. 200 ming so'mdan o'zi tovdor narxi aytib qo'ydim. Aytasiz-ku. 2,5 dan desam, 2 million 300 dan so'rar ekansiz. 2,5 dan degan bo'larkan. Men endi tortib o'tirmaydi deb. Bo'ldi, bo'lmasa keragi yo'q, video chiqishdi. Bo'ldi, 2 million 200 ming so'mdan olib borib berasiz. 2 million 300 dan. Yo'q, 2 million 300 emas. Tamom. Yo'q, 2 million 200 ming so'mdan olib borib berasiz. 5 dona qo'chqorni oldim deyshadi, tamom. 2 million 300 dan. Do'ppili bola. Nima aka? Lovis. Bo'ldi, siz o'tgan safar videoda adashganingizda men nima dedim? 2 million 250 dan. 2 million 200 dan. Otangga rahmat deb qo'yishadi. Joningiz sog' bo'lsin, akalar, ketdi. 2 million 200 ming so'mdan 5 dona qo'chqori. Haqiqiy tinig'idan, rangligidan bitta sariq yetib boradi aka. tamom. Shoshilib aloqaga chiqishadi, xolasa telefon qilishsa bo'ldi. Do'ppili bola deb
kommentga yozib ketsin, tamom. Tamam, yetkazib berasiz. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarimizga o'tdik. Barselonani sog' bo'lsin. bo'lishiman deb qo'ysa 50-100 mingga qaramman. Tamam. Ha ko'tarib oldingiz qo'zini. Multfilmda qo'zlardan kelib qo'ydim. Multfilmdagi qo'zlardan keldi. Akalar, quloqlarni qarang, jonivorni. Mana uni ham qaranglar. Nechta soni? Soni Murodjon aka beyda hop 8 dona. 8 dona. Puli yengil, o'zi tiniq variantlaridan. Akalar qaranglar. Ikkita zo'r qo'yni puliga beraman. Hammasini ikkita zo'r qo'ydi puliga ketadi. Soni ham 8 dona aka. Nechta qo'chqor, nechta sog'liq? Beyda 5 ta qo'chqor, 3 ta sog'liq aka. 5 donasi qo'chqor. 5 donasi qo'chqor. Akalar qaranglar, haqiqiyligiga tiniq qo'ydi bolalari ekan. Xudo xolasa. Odam guli bor. Hop. 3 ta ko'ki bor. 3 ta ko'ki. Bitta mana shu qo'zini ko'rding hozir bu. Endi bunaqa qo'zi ishani Quloqlarini qarang akalar. o'ynab Ko'zlarini, haqiqiyligin qo'zi zo'ragan mashq qo'zi. Ishqibozchilikqa baqadagan. Ishqibozchilikka. qo'yiladi. Lekin hammasi qaranglar, rangi har xil. Hammasini rangi akalar ko'zni quvnab turadigan bir nima deydi? Hammasi bir-biridan niyabishni ekan akalar. Lekin mana shu qo'ziga akalar bitta bahoni berib qo'yaverasizlar. Qaranglar jonivorlarni. 5 tasi qo'chqor buni. 5 tasi qo'chqor, 3 donasi sog'liq. Tamam, do'ppili bola narxida buni gap. Narxi shu 2 millionning pastida bo'ladi. Qancha? Mana qaranglar jonivorlar. Ey, haqiqiy tiniqlaridan ekan akalar. Mana shu ham qo'chqor ekan, qaranglar dumbalarini. Yosh oyliklari qanaqa? Hali 2 oylikdan. 2 oylikdan, xudo xolasa o'zlari chiroyli qilib tarbiyasini qilib olishadi. Bichariga bir katta garantiyani beraman. Hammasi endi qo'zlar deb ko'rishmas aka. Bu qaranglar. Jiyanlar bor-ku, ariqni bo'yda o'tlab bundan bag'i endi tepak, Makka, ishonarim. Bularga Makka berishmaydi. Makka qotirib qo'yishi mumkin. Bir qop olib chiqib qo'ysa, bir oyga yetadi bularga. Hammasiga. Hammasiga. Jiyanlar bor-ku, ariqdagi o'tlatib tursa, xudo xolasa katta bo'lgan. Bundan bag'i rasvot qilish kerak yo'q, dangal. Tepaga olib Makka. Ko'chada olib chiqib, akalar qaranglar, dam olgani xudo xolasa yaxshi variant sizlarga. Damda olib, boqib, mo qaranglar, jonivorlarni. Hammasi go'zal variantlar. Olishim kerak, u Makka olishim kerak. Falon pul, malon pul bo'lmaydi. Dangal. Buni shaning ariqni bo'yida o'tlab tursa bo'ldi bular. Xudo xolasa katta bo'lib tursa bo'ldi. Kerak keldi, ha. Xo'p, to'ppili bola narxida buniga. 9,5 dan aka, 2 millionning pastida chiqsin 1 million 950 dan. O'tgan safar 1 million 950 dan qo'ydik. To'ppili bola. Tars sotildi aka uni. Bo'ldi. Eshitdim. Ketaveradi aka. Uni narxidan tushiraylik-da buni. 1 million 850 dan. Yo, 1 million 850 dan mayda juda qilmang bo'ldi. 1 million 900 dan ketib otamga rahmat deb qo'yishdi. Olib borib berasizmi? Olib borib beraman, Toshkentga ketasan. Joningiz sog' bo'lsin akalar. 5 donasi qo'chqor. 1 million 900 ming so'mdan ketdi. O qaranglar, bir-birlarining ustiga ketyapti jonivorlar. O'ynashuradi. Xudo xolasa maza qilib o'zingiz boqib, katta qilib olasiz. Haqiqiy zo'r variantlaridan. Sekin ko'cha-ko'chalarda o'tlab ketib, sekin uyga qaytib kiraveradi. Tamam, olib borib berasiz. Boshqa gap so'z yo'q. Akalar shoshilib telefon qilib aloqaga chiqing, bo'lmasam ishonaveraman. qulog'ini qarang. Haqiqiyligining qulog'i akalar o'ta ham uzun ekan. Bu tumshug'ini qaranglar, garmon ostida akalar. Shunisi ham ketyapti ichida. Bir tomoni sariq, bir tomoni. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqsa, yetkazib berasiz. Do'ppili bola bu tomonda. Bo'ldi, tamam. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqing, yetib boradi akalar. Bo'lmasam biz video syomkalarimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sog' va salomat bo'linglar. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yana xudo xolasa qaytamiz. Lekin bir kishi yozishyapti ekan, u bu deb akalar biz balagi nima deydi? Kayfiyat uchun ham ozgina video qilamiz. Telefon qilib shu komediya qilib video chiqaringlar deyishyapti. Bir hikmatlamda to'g'ri video chiqarsa, men sizlar videolarimni oxirigacha ko'raman, maza qilaman. Kasallarim chiqitadi o'zimdan sizlar ko'rsam deb yozadi-da, o'shaning uchun odamlarni xursand qilish. Kayfiyat ulashchi. O'z asli hayotda akalar bunaqa emas. To'g'risi gap. Hamma ham bunaqa emas. Lekin kayfiyat uchun ozgina sizlar uchun video qilamiz. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Lekin aka Murodjon ayni ham yozib ketishdi. Mana kayfiyat uchun chiroyli qilib video olaylikmi ya? Seriozmen bo'lib turgan holda. Seriozmi ham video olish qo'limizdan keladi. Lekin kayfiyat uchun odamlarni ozgina kayfiyat ulashsak ham xursand bo'lamiz. To'g'rimi? Mana shunaqa video olishda davom etaylikmi ya? O'shani ham yozib ketsin. Tamam. Joningiz sog' bo'lsin, yetkazib berasiz. Gap. Shu gap aka, nomerni shunday qoldirishadi, otangga rahmat do'ppili bola deb, nomerni qoldirishadi. Yetkazib berasiz. Yumg'on holda biz shunday kommentariy yana bitta yerda ushlagan nomerim tushib qolsa bo'ldi. Telefon qilamiz, o'sha qo'yda yetkazib berasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar bo'lmasam, omadingiz shu tars yozib keting, hech narsa emas. Shunday chiqib qolishi mumkin. Bo'lmasam sog' va salomat bo'ling.